Yo, asta. Mani vaqtim o'chil ekanki, xudoga shukr. Baxtingiz yordamchi, eshik yoping. Jo'ra. Bitta narsani bilib qo'y, to'ydan keyin qoning chiqib ketadi. Bo'lmagan gap, mani qonim chiqmaydi. Ko'rasan-da. Ko'ramiz. Bo'lak, ketaylik, bo'layotganini ko'raylik. Uylanish mazza ekan-ku. Ha, o'g'lim, qora nima deyapti qora? 5 ta pressni bitta qilibsan-ku. Bu qorin emas, dada. Qorin, bolam, mana o'zi qorin qo'yishni ham boshlabsan. Men ham uylanganimda qo'yganman shunaqa. Kechasi bilan uyqu bo'lmadi. Bolam, qornimda joy osilib yotibdi. Qornim yo'q-ya. Ana kenguruni qorni o'xshab osilib yotibdi. Wilsine ishingda bir jin. Voy, men ham qo'rnchasiga boshimni qo'ysam-da. Nimaga? Yasqicha uyushqab turibdi. Bor yo'q. Qornim yo'q mana, bor ishingni qil. Qornim yo'q mana. Voy toba. Ha, xolos tinchlikmi? Ha, qurib ketma ko'r. Men seni qonningni ko'rib, hokim bu kelyaptimi deb o'ylabman. Nima deyapsiz? Meni qornim yo'q. Ha, bu nima? Bu press, siz tushunmaysiz buni. Hay, pressing qurmasin seni. Oo, Boburjon, yangilik kelinda emas, sanda bo'ldimi deyman, ha? Nima bunday deyapsan? Qorinchani aytaman-da, necha oylik bo'ldi? Ko'raman. Qornim prosta dam bo'lgan. Bobur! Bobur! Yana o'rtog'im keldi, meni yo'q deb qo'y. Assalomu alaykum, Bobur akam, yo'q edilar. Ana qorni chiqib turibdi-ku. Ha, nima? Men senga aytganmidim qorning chiqadi deb. Chiqar ekanda onasini ham sen. Nimadan chiqadi bu? Gormonalnimi? Video bir hamkorligida tayyorlandi. Bu to'pov janglar hamda matchlar to'g'rilamingizni aniqlab, ular orqali mo'maygina daromad ishlab topishingiz mumkin. Ushbu videoning kommentariyasidagi silka asosida kiring yoki yangi registratsiya qilayotib, UzOne promo kodini kiritib o'ting va ilk depositingiz uchun $500 bonusga ega bo'ling. Qizim sovchilar yana qaytib ketdi. Uf, nimaga ikina? Apting yoqmayapti shekilli. Uylar remontini ko'rib ketib qolishyapti. O'char uyimizga qara, udaru. Odamlar ham boylikka uchadigan bo'lib ketdi qizim. O'zi nimaga jasurlarga bermadingiz? Uyini ko'rganmisan, xarobaga konteyner bo'lib yotibdi. Bir kambag'alga qiz berishim qoluvdi. Yangi boymasmiz u? O'char. Menda zo'r g'oya bor. Mana uy kalti. 4 kundan keyin olaman. Yaxshi dam olinglar. Ay qizim, mehmonlarga choy. Oy, choyning topolmayapman, qatta. Voy, qizingiz choyning qayerdaligini bilmaydilarmi? Bilmaydi-da birovda uy bo'lgandan keyin. Endi qiz bola birovda hasmida, endi ba birovda uyida hisoblanadi bu yeram. Top Google'dan qidirasan u. Oy, yuting. Choyni topdim. Qo'y. Choyni topdim, men choy topolmadim. Yo'l bo'lmasa. Amin. Bizga bunaqa kelin kerak emas. Alloh akbar. Ketdik. Biz ham qiz beramiz, o'ltirganimiz yo'q. Men ko'rganman, kinolarda boylar dasturxoniga ichgani kalyan qo'yadi. Kalyan chekiladi, oy, konyak ichiladi. Ha, o'lsin ha, aytgancha. Sen qayerdan bilasan? O'sha kinoni birga ko'rganmiz. Birga ko'rganmizmi? Qaysi kino edi u? Qaysi? Qaysi kino edi? Qaysini aytyapsiz? Oilaviy nima ichasizlar? Aroq, konyak, qubray. Voy, biz sizlarni boshqacha oila deb eshitdik. Kambag'al deb o'ylamdinglar. Yo'q, biz boymiz. Oy, bu kompot. Oyog'i. Amin qil. Ketdik tur. Aro bor joyda amin qilsa bo'ladimi? Trey. Yaxshi aytmanglar. To'g'rimi? Biz sovchilikka keldik. Itingiz ishlamadimi? Kirsa maylimi? Ishlamaydi, ishlamaydi. Shunda bola Oy, endi qamal ketamizmi? Qamalsa uyda egasi qamalar. Endi bilasiz, tengi bilan biz ham oddiy oiladan emasmiz. Shunga bitta uylarni ko'rib chiqsak, kim bilan xudo bo'lamiz, bilaylik deb. Mayli. Bu bizani podvol. Spalniya ekan. Necha tash o'z uyimiz Zebo? Ha, ko'p-da. Yuringlar, podvol boshqa joyda ekan-ku. Yaxshi, bilyard o'ynaysizlarmi? Ha,
nima edi o'zi bilet qizim? So'kmay oyim. Bo'larga mumkin. Zo'r narsa-da bu bilet. voy shirin bola kimni bolasi bu? Bu Zebon ukasi rangidan ma'lum. To'g'risini aytsam, bu ikkinchi turmushimdan. Anu esimdan chiqib qopti, jan qolib ketibdi, ertaga borib olib ketaman-da. O, lyustralarni ham qimmatini qo'yibsizlarmi? Ha, luxuriy lyustrada bu. Sharmanda qilma, luxury. Yangisiz o'rgandingiz. Massaj qiladiganinglar ham bormi? Shunda o'tirib massaj qildirar ekanda, yerga yotib olsa yaxshi emasmi? O'sha yaxshi lekin mayli. Yaxshi, saunalar ham bor ekan. Yaxshilab. Voy, bular menimcha abitdan keyin chiqqan boylar o'zi. Yurib keta qolaylik. Lekin bolam, hayotingni yolg'on bilan boshlashimiz noto'g'ri. To'g'ri aytasiz oyim. Shunga ularga osh qila olmasligini aytaylik. Mayli. Endi biz oddiy oiladanmiz. O'g'limiz uchun boshimizdan egib keldik. Endi tengi bilan tezak qopi bilan degandek kambag'alga beradigan qizim yo'q. Uylarda issiq suv ham bo'lmasa kerak-a? Ana lampochkalar ham osilib sarg'ayib yotadimi? Issiq suvni ham cho'g'ga qo'yib qizsanglar kerak-a? Kir yuvadigan tog'aringlarni chetsinganmi? Rangi qizilmi? Ha, shunaqa qizil. Bizda ham xuddi shunaqa. Sizlar ham darvozaga press bog'lab cho'p tiqib ketasizlarmi? Ustimizdan kulavermanglar. O'zinglar ham shu ahvolga tushib qolmanglar tag'in. Kulayotganimiz yo'q, o'zimizning ahvolimiz shunaqa. Mayli, yaxshi qolinglar. Yengi boylar. Turing, opa ketamiz. Odamlar haqiqatni aytsa ham yo'qmidi? Zebo boylar shundan massaj olarmidi? Ha, shunaqa deyishdi-yu. Menga qanday nechta soching qoldi? Bitta dona qoldi. Shuni amallash kerak-da. Qizinglar bizga yoqdi. Kelin qilamiz. Oy, egasi telefon qilyapti. Nima demoqchi endi u? Uyda kimdir qolib ketibdi degandek qilyapti-deng. Bular kim? Zeboni buvi. Ha. Psix kasal bo'lganlar biz eslardan chiqib ketganmiz. Kamiga hozir sizlarni tanimayman kimsanlar deydi. Kimsanman? Senlarni tanimayman. Hali aytdim-ku, kamiga pichoq olib qo'yadi hozir. Oy, rostdan pichoq olib kelyapti. Xudo bir asradi-ya, ketdi. Qatta qo'ygan ekanmiz-a? Oy, men bildim. Biz u yarendiga olishimiz kerak edi. Dach olib qo'yibmiz-ku. Qattan bilding? Qarang, basseyni bor. Aytdim, bilet nima qiladi bu yerda? Anu luxuriy.